Kelayjon, siz uchun 50 litrli mini pechchi dodasini olib kelib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu mini pechimizni oynasi 2 qavatli bo'ladi. Undan tashqari o'zini mana bunaqa dumaloq katta list sig'adi. Bu listingizga ham kamida 30 ta solsa ketadi. Undan tashqari mana bunaqa turuvchi kattakon listi ham chiqadi. Bu listga kamida 40 ta som sig'dirsangiz bo'ladi. Buni yaxshi tarafi ochganingizda ko'pida bo'lmaydigan narsasi relsli bo'ladi. Bu 5 yil, 10 yilda ham biz garantiya beramiz sinib ketmasligiga. Undan tashqari o'zini mana bunaqa setkasi ham mavjud. Bu pechimiz 90 gradus timer bilan jihozlangan. Mana vaqtiga qo'ysanglar bo'ladi. O'zi avtomatik o'chadi. Soatlari bor. Undan tashqari bu pechimiz 300 gradusgacha qizdirib berish xususiyatiga ega. Siz buni bemalol tepa-past yoqib qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Undan tashqari ikkalovini baravar yoqib qo'yib ham ishlatsangiz bo'ladi. Buni eng katta qulayliklaridan biri, mana bu o'zining podsvetkasi bor, ichida pishayotgan pishirig'ingizni shundoq ko'rsatib turadi. Undan tashqari ventilyator funksiyasini yoqib qo'yadigan bo'lsangiz, somsalaringiz bir tekisda chiroyli qizarib chiqadi. Bu pechimizning narxini bilish uchun kommentariyada plyus belgisini qoldiring.